Bismillahirrahmanirrahim. Nahv fani 6-dars. Ismning nasb o'rinlari davomi. Biz ismni nasb o'rinlaridan 5 ta maf'ulni o'tdik. Endi davomini o'tamiz. Hol, tamiz qilib, Xo'p, keyingisi hol ekan. Hol bo'lib kelganda ham ism nasb bo'lar ekan. Hol foilni yoki maf'ulun bihida holatini bildirib keladi. Demak, hol yo foilni yo maf'ulun bihida ahvolini bildirib kelar ekan. Mana misol uchun ja'ani zaydun rokiban. Zayd menga mingan holda keldi. Ya'ni bir piyoda emas, nimanidir minib kelibdi-da. Shuni bildirib kelyapti. Mana shu yerda zaydun foil uni holatini bildirib kelyapti. Qanaqa keldi? Qaysi holatda keldi desa minib keldi deyapti-da. Keyingisi sharibtul ma'a baridan. Suvni sovuq holida ichdim deyapti. Mana shu yerda ma'a maf'ulun bihi. Shu maf'ulun bihi de holatini bildirib kelyapti. Suvni qaysi holatda ichdi? Sovuq holida ichdi deyapti-da. Tushunarlimi? Demak, hol foilda yoki maf'ulun bihida holatini bildirib kelar ekan. Endi holchi jumla ham bo'lib kelishi mumkin ekan. Jumla bo'lib kelgan paytda va o'sha jumlada o'rtada vov keladigan bo'lsa, shuni vovni vovi holiya deyilar ekan. Ya'ni holga aylantiruvchi vov deyilar ekan. Vov kelmasligi ham mumkin. Mana misol uchun ja'ani zaydun yarkabu. Zayd mingan holda keldi. Bu ham shu. Shu yerda zaydun foil bo'ladi, yarkabu o'zi fe'l bo'ladi va ostida huva foili bilan jumla bo'ladi. Mana shu jumla zaydunga hol bo'ladi keyin. Zayd mingani holda keldi degan. Yoki shuni jumlai ismiya qilib aytadigan bo'lsak, mubtado xabar qilib ja'ani zaydun va huva rokibun deyish ham mumkin. Ya'ni zayd keldi va vaholanki u minuvchi edi. Ya'ni mingani holda keldi deganda. Huva mubtado rokibun xabar bo'lib jumla bo'ladi va shu jumla hol bo'ladi. Mana shu yerdagi vov, vovi holiya deyiladi. Va huvadagi vov, vovi holiya deyiladi. Endi mustasno, o'sha istisno harfi illodan keyin kelgan ismni mustasno deymiz. Shu mustasno ham mansubotga kiradi, nasb bo'ladi. Mana ja'al qavmu illa zaydan desangiz bo'ladi. Mana shu yerda zayddan boshqa hamma turdi. Qomal qavmu ekan, hamma turdi. Qavm turdi, magar ham zayd turmadi. Zayd bundan mustasno deganida. Mana shu yerdagi zaydan mustasno bo'ladi. Bu yerda qomani fe'l deymiz, qavmu foili bo'ladi. Illo harfi istisno deb aytamiz. Zaydan mustasno deb aytamiz. Mustasno minhu qavm bo'ladi. Nimadan istisno qilinyapti? Qavmdan istisno qilinyapti-da. Shuning uchun qavm mustasno minhu deymiz. Xo'p, endi nafiga aylantiruvchi lodi ismi ham nasb bo'ladi. Mana misol uchun aytaylik la ba'sa deymiz. Hech qisi yo'q deymiz. Mana shu yerda ba'sa nasb bo'lyapti. Yoki la xayra fi hazal amr deylik. Bu ishda yaxshilik yo'q. Mana shu yerdagi la xayra nasb bo'lyapti. Lodan keyin kelib nasb bo'lyapti. Buni lodi nafiga aylantiruvchi lo deb aytamiz. Endi noqis fe'lni xabari ham nasb bo'ladi. Biz marfuatda aytuvdikki, noqis fe'llar mubtado bilan xabarga kirib, xabarni nasb qiladi dedik, to'g'rimi? Mubtado raf bo'yicha qolaveradi dedik. Mana misol uchun kana mahmudun aliman desak, bu yerda konani noqis fe'l deymiz, mahmudun uni ismi deb aytamiz, aliman uni xabari deb aytamiz. Demak, noqis fe'lni xabari ham nasb bo'lar ekan. Xo'p, eslatib o'tamiz, noqis fe'llarda kona va uni axavoti deb ham aytiladi. Bu yerda berilishicha bu yerda to'la sarfga tushadigani bor ekan, chala sarfga tushadigani bor ekan, umuman sarfga tushmaydigani bor ekan. Mana tommatut tasarruf degani to'la sarfga tushadi degan. Ya'ni u mozi ham, muzori ham, amr ham bo'lishligi mumkin. Mana kana yakunu kun bo'libdi.
bir tasarrufi chala tasarruf bo'lishi ham mumkin ekan, sarfga tushishida. U endi mozi bilan muzori bo'ladi. Masalan, ma bariha la yabrahu bo'lishi mumkin-da, mana mazala la yazalu bo'lishi mumkin. Bu endi mozi bilan muzori bo'ladi, lekin amr bo'lmaydi. Endi umuman sarfga tushmaydi. Jomid muzlab turaveradiganlar bor. Ular faqat mozi siyg'asida keladi xolos. Modoma, laysa, mozalla bular faqat mozi siyg'asida kelar ekan. Xo'p, endi fe'lga o'xshash harfni ismi ham nasb bo'ladi. O'sha marfuatda o'tdikki, ya'ni ism raf qilish o'rinlarida fe'lga o'xshash harflar mubtado bilan xabarga kirib, mubtadoni nasb qiladi dedik. Xabar raf bo'yicha qolaveradi dedik. Mana misol uchun inna mahmudan alimun dedik. Bu yerda inna fe'lga o'xshash harf, mahmudan uni ismi, alimun xabari bo'ladi. Bu fe'lga o'xshash harflar, bularda inna va axavoti va inna va uni axavoti deyiladi, uni sheriklari deyiladi. Ular inna, anna, ka'anna, lakinna, layta, la'alla kalimalari. Inna albatta degani bu so'zni boshida keladi. Anna ham albatta degani u so'zni o'rtasida keladi. Ka'anna go'yoki degani, lakinna lekin degani, layta qaniydi degani, la'alla ehtimol degani. Xo'p, shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Faqat bir narsani aytib qo'yay, tamyizni qoldirdim atayin. Chunki tamyiz murakkab bo'lganligi uchun uni alohida bitta dars qilamiz. Haligi ayniqsa miqdordagi tamyizni bilish murakkab bo'lganligi uchun biroz tafsiloti bilan o'tishimiz uchun uni alohida dars qilamiz. 7-darsda tamyizni o'tamiz inshaalloh. Xo'p, salomat bo'linglar.